Bir kuni yoningda senga oshiq bir qiz paydo bo'ldi. Keyin sen buni sezib qolding. O'shanda nima qilasan? Agar magari yo'q. Ayt, ro'parangda senga oshiq ikkita qiz tursa, sen nima qilarding? Ulardan bittasi sensan. Albatta menman, Kamol. Kim bo'lishi mumkin yana? Xo'p. Ikkinchi qiz kim? Buni bilib nima qilasan? Yo o'shani tanlarmiding? Axir kimligini bilmayman-ku. Ha. Demak, bilsang unga qiziqib qolarding. Shoshma, o'zing bittasini tanla demadingmi? Meni tanlaysan, meni. Bu qanaqa o'yin, tushunmadim. O'yin emas bu. G'alati o'yin ekan. Bu o'yin emas, sevgi. Sevgi.